Bir odam o'rmonga tosh otdi. U quruq daraxtga tegib ovoz chiqardi. Yaqin atrofdagi kichkina kiyik qotib qoldi. Ehtiyotkorlik bilan atrofga qaradi, o'tlarini chaynadi va keyin xotirjamlik bilan o'rmonga qaytib kirdi. Lekin yovvoyi cho'chqa o'sha ovozni eshitib birdan quturdi. U baqirib har tomonga otila boshladi. Budalarini yorib o'zini hammaga oshkor qildi. O'sha payt ovchi o'q uzdi. O'q to'g'ri cho'chqani teshib o'tdi va u esa og'riqdan yiqildi. Tosh uni o'ldirmadi. Uni o'zining ortiqcha reaksiyasi o'ldirdi. Psixologiyada bu Festinger qonuni deyiladi. Natijangni hodisa emas, reaksiyang belgilaydi. Hayotda ham xuddi shunday. Arzimagan narsalarga g'azablanish, bahslashish, o'zingni haq ekanligingni isbotlashga urinish seni ishdan asta yemiradi. Shuni esla, har narsaga reaksiya berish shart emas. Ba'zan xotirjamlikni saqlash sendagi eng katta kuchdir. Psixologlar bir necha och kaptarlarni alohida qutilarga qamab qo'ydi. Har bir qutida 15 soniyada tasodifiy tarzda ovqat beradigan moslama bor edi. Kaptarlar nima qilmasin, ovqat baribir tushardi. Lekin bir necha kundan keyin olimlar tekshirganida hayratda qoldi. Bitta kaptar doim aylanib turardi. Oshqasi boshini devorga qayta urardi. Uchinchisi boshini qayta yuqoriga va pastga silkitaverdi. Bo'lgan voqea juda oddiy edi. Aynan ovqat tushgan paytda har bir kaptar o'sha aniq harakatni qilayotgan edi. Shu bois miyasi aynan shu harakat ovqat keltiryapti deb o'yladi. Ko'proq ovqat olish uchun ular o'sha befoyda ishlarni qayta takrorlayverishdi. Psixologiyada bu kaptar xurofoti deyiladi. Odam tasodifni sabab deb o'ylagan holat. Hayotda ham ko'p odamlar har bir muvaffaqiyatni faqat o'zidan ko'radi. Lekin ko'pincha bu shunchaki to'g'ri baxt va to'g'ri imkoniyat edi. Esda tut, bir narsa bir marta ishlagan bo'lsa, buni aynan sen sabab qilganingni anglatmaydi. Ba'zan nazorat senda bo'lmagan, sen faqat u sodir bo'lgan paytda o'sha yerda bo'lgansan. Nega rahbarlar faqat kechikishni ko'rishadi? Birinchi sabab ko'zga yaqinlik, kechikish tartibining buzilishi, bu stol darrov ko'zga tashlanadi. Kech ketish esa shovqinsiz jarayon. Rahbar bunga sadoqat deb tez ko'nikib qoladi. Ikkinchi sabab vaqtni o'lchash osonroq. Natijani qanday o'lchashni bilmagan rahbar vaqtni o'lchashni boshlaydi. Uning uchun 9 qonun, kechki 6 shunchaki tavsiya. Uchinchi sabab samarasizlik tamg'asi. Ba'zi rahbarlar shunday o'ylaydi. Ishini vaqtida ulgurmagani uchun kech qolyapti. Ya'ni sizning fidoyiligingizni samarasizlik deb talqin qilishadi. Shu sabab xodimlar ish qilish uchun emas, rahbarning ko'zi uchun band bo'lib o'tirishga o'rganishadi. Ishxonasida samarali muhit qurmoqchi bo'lgan rahbarlar Qora quti kitobini o'qishmoqda. Siz ham o'qing. Kitob qiziq bo'lsa, plyus qoldiring. Filippindagi millionlab odamlar uchun Skylab transportning yagona arzon turi hisoblanadi. Uyda tayyorlangan shassi va uyda tayyorlangan modifikatsiyalangan mototsikllar. Bu transport vositalarida muvozanatni saqlash eng muhim omil hisoblanadi. Skylablar qishloq va kambag'al hududlarda mashhur bo'lib, ba'zi yerlarda 4 g'ildirakli avtomobillarning harakatlanishi juda qiyin. Ularning 10 kishigacha sig'adigan kengaytirilgan versiyalari ham mavjud. Bu transport vositalari qishloqlar o'rtasida muntazam va qulay yo'lovchi tashishdan tashqari shaxsiy yuk tashishni ham amalga oshiradi. Balki bu mototsikllarning tezligi soatiga 50 kilometrdan oshmas, ammo tortish kuchi juda katta. Kichkina dvigatel yarim tonna og'irlikni ko'tarishi mumkin. Amortizator va shinalar ham shunga yarasha mustahkamlangan. Yagona kamchiligi esa bunda tormoz tizimining deyarli mavjud emasligi. Sizni ba'zan mo'jiza saqlab qolishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Asrda insoniyatning katta qismi qirilib ketishi mumkin. Afsuski, bu asr urushlar asri bo'ladi degan xavotirdaman. Urushlarga asosiy sabab esa sun'iy idrokning faollashganligi. Ukraina Rossiya urushida dronlar yangi bosqichni yaratib bergandi.
Isroil Amerika birlashgan Eron urushi esa sun'iy aqlning urushdagi o'rnini yana ham kuchaytirib yubordi. Xitoy texnologlari esa biz fantastik kinolarda ko'rgan o'sha Terminator, Yulduzlar jangida ko'rgan robot va droidlarni urushda qo'llash uchun yangi bosqichga chiqmoqda. Diqqat qiling, agar mana shu droidlar va robotlar jang sahnasiga chiqsa, urush karrasiga oshib ketadi. Chunki o'zlari urushda ishtirok etmaydigan insonlar bunaqa kuchga ega bo'lganligi albatta urushadi. Urushlar natijasida sifatli insonlar halok bo'ladi, tug'ilish kamayadi va eng yomon tomoni oziq-ovqat inqiroziga yuz tutadi yer yuzi. Bu esa yana ham insonlarning ko'proq halok bo'lishiga olib kelishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Balki men vahima qilayotgandirman. Siz fikringizni bildirib qoling. Sun'iy intellekt bizga xavfmi yoki foyda? Yoki xavfini qancha yilda ko'rmoqdasiz?